haliyam kam ishonchlilar. Hozirgacha kam fitratman tengma-teng fikrli odam. Adabiyot haqida, tarix haqida, e'tiqod haqida shular bor. Va ularni bitta mana bu kitobga olib kelib bog'lamoqchiman. Jadid bobolarni yangi yo'l topardi. Gap aytishga bir yangilik topardi. To'lqin Eshbek shu kitobda yozibdi, men varollab chiqib ham havasim keldi, ham hasadim keldi. Nega To'lqin Eshbek topadi, men topmayman. Menga alam qilib ketdi. Men ham yozaman mayli bu narsalarni. Yozadigan odam topish kerak. Yangicha gapni topish kerak. Jaddidlar javhari nima? Muhammadjon Qur'onni gazetaga yozibdi. Javhar shu mag'zini, jaddidlarning mag'zi nima edi? Epitsentri, yadrosi nima edi jaddidlar? Hayotga yangilik olib kirish. O'rtoqlardan gaplashasizlar, uyda gaplashasizlar, o'qishda gaplashasizlar. Biron yangi gap bo'ladi. Bironta o'rtog'inglar yangi gap aytadimi? Bitta yangi gapga gado. Jaddidlar yangi gapning gadosi bo'lgan. Xalqqa aytadigan yangi gap. Men hayron qolaman, 1900-yillarda Behbudiy hazratlari o'zini hisobidan maktab ochib, uyida bolalarni o'qitib, yosh bolalar sizlardan 10 yosh kichkina bolalar nimani bilish kerak debdi. Birinchi navbatda jug'rofiyani bilish kerak. Men hozir kamdan kam ko'raman jug'rofiya haqida bahslashgan bolalar. 125 yil oldin u geografiyani o'qimasa bo'lmaydi bolalar. Mana yangilik. To'lqinjon topqir yigit. Ben bu yigitni To'lqin Eshbekni topqirligi uchun hurmat qilaman. Jurnalist, ijodkor odam topqir bo'lishi kerak. Hech kimni xayoliga kelmayotgan gapni aytib qo'yish kerak. Shakl topgan. Shakl topgandan keyin bitta kitob paydo bo'ldi. Qodiriy qanaqa edi? Nima degan edi? Behbudiy kim edi? Nima degan edi? Dardi nima deydi? Tashvishi nima deydi? Shuni she'riy qilib, yo nasriy qilib, yo hayoliy, yo hayotiy voqealar bilan bog'lab bitta ajoyib kitob yozishimiz kerak. Shuni o'zi yangilik. Jaddidona kitob bo'lgan. Jaddidona. Jaddidlarning dunyosini o'rganish oson emas. Juda qiyin. Va yangidan yangi ruscha aytganda podxodlar topish, yondashuvlar topish yana ham qiyin. Men To'lqin Eshbekni va o'quvchilarimizni, jaddid hayoti bilan qiziquvchilarni mana shu kitob bilan tabriklayman. Muborak bo'lsin. Rahmat. Katta rahmat. Yana sizlar yozdilar. Do'stmuhammad deganda ko'pchilik tanimaydi. Ochiqcha aytishimiz kerak. O'zlari oldida bu qanaqa emas. Yoshlar taniydi. Yoshlar endi omadi. Kitob o'qisa Xurshid Do'stmuhammad ustozimiz hozir zamonimizni jaddidlaridan. Shunday keyin yana bir narsa aytish kerak. To'lqin aka haqida yaxshi gapirdilar-ku, o'zlari ham yangi gap gapirmasa bunaqa tadbir kelmaydi. Nafaqat bunaqa, umuman bir davraga borsa, Xurshidga bir yangi gap bilan boradi. Yana bir narsa Xurshidga shu tilingizdan foydalaning. Jadid bobolarimiz boya yaxshi aytdilar. Behbudiy o'zining yonidan maktab qurib o'qitilgan. Jadidlar hozirgi boyvachchalarga o'xshab har haftada choyxonaga borish mumkin edi. To'g'rimi Xurshidga? Eng boyvachcha kambag'al yo'q, birortasi kambag'al bo'lmagan. Jadidlar birortasi kambag'al bo'lmagan. Hammasi boylarning farzandi bo'lgan. Lekin ular
millat vatan xalq uchun nima qilishdi va tekinga maktab ochishdi. Maktab hozir bunaqa tepovoy emas endi, boylarning uyida ochishdi. 10 ta 20 ta bolani o'qitishdi. Yana o'zini hisobidan texnika olib kelib o'sha bosmaxona deylik, gazeta chiqarishdi. Endi hozir hammamizda hozir gadjet deymiz, manaqa bor endi hozir. Endi bu paytlarda Xurshidga aytganlaridek millatni